Hammaga assalomu alaykum. Mani ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Guruhga yozib yuboring. Agar ovozim eshitilayotgan bo'lmasa boshlayveramiz. Вроде, да, sekin boshlayveramiz, eshitilayotganga o'xshaydi. Biz bugun namoyon qilish marafonini, bu oson marafonining birinchi darsini boshladik. Zapis yaxshi bo'lishi uchun diktofonga ham zapis qildim. Keyinchalik aniq ovozim eshitilishi uchun, chunki Telegramda ko'pincha bizda qotib qoladi, inogda internet baribir 100% zo'r ishlaydi deb aytolmayman. Demak, bugun biz namoyon qilish bosa marafonini birinchi kunini bepul ravishda berishni xohladim. Albatta, kimda kim eshitish xohlasa, zapisda birinchi darsligini eshitishligi mumkin. Keyingi darslarimiz o'sha yozilgan insonlarga taqdim etiladi. Demak, bizda bugungi darsimiz namoyon qilish boson birinchi darsligi. Bizda birinchi kunimiz aynan bizdagi o'zimizni bolalikdagi talantlarimizni yodimizga olish degan mavzu edi. Bu praktika albatta o'tib beriladi. Hozir darsdan so'ng ozgina kirish qismi va savollarga javob beraman. Va shundan so'ng praktikani birgalikda bajaramiz. Demakki, namoyon qilish boson marafonini nimaga men boshladim chunki bu mavzu juda ham o'zimni eng katta og'riqlarimdan biri. Aynan bu mavzuni men ancha yil davomida ishladim, chunki o'zimda bu holat juda ham ko'p takrorlangan. Aynan men shunaqa sistema deylik, shunaqa sistemada katta bo'ldim. Aynan menga gapirish mumkin emas, menga o'zimni fikrim aytish mumkin emas. Agar gapirib qolsam, men yaxshi qiz bo'lmayman ovozimni chiqarsam, demak, men yomon qiz bo'lar ekanman yoki konfliktdan qo'rquv. Bu hamma aspektlarni men yashab o'tdim chunki va bu orqali men hozirgi kunda o'zimni qanchadir maksimal ravishda o'zimni erkin namoyon qilishga o'ta oldim va bu ancha yil vaqtni oldi va bugungi kunda, hozirgi kunda aynan chunki men bu namoyon qilishga xohishim bo'lmagan deb o'ylayman, chunki ancha vaqt davomida men psixologiyada faoliyat yuritgan bo'lsam, masalan 2023-yil boshlagan bo'lsam, immuniy psixologiya sohasiga kirib kelishimda bilimlar berishdi va bunda men ko'rishim mumkin, o'sha paytda ham men faqatgina individual ravishda bir, ya'ni kamerasiz, umuman kamerasiz, bloksiz, nima deydi, o'zimni yuzimni ko'rsata olmaslik juda ham menda eng og'riqli joylarimdan. Faqatgina klientlar bilan offlayn tarzda men o'zimni qulay tarzda maksimal ravishda erkin tutardim. Demakki, va bu meni o'zimdagi ong osti og'riqlarimga, bloklarimga qaragandan so'ng ishlash jarayonida men o'zimda shu holatlarni his qildim. Ya'ni menda a'lochilik sindromi ham bor ekan, hamma narsa menda ideal bo'lishi kerakda, hamma narsa menda gapirayotganimda chiroyli gapirishim kerakda, aniq, dadil gapirishim kerak. Bunda agar gapirmasam, men o'zimni noqulay his qilishni boshlardim. Bu meni storieslarni ko'rishga, ya'ni aynan meni energiyamni, diqqatimni bunga qaratishga majbur qilardi va bu orqali men o'zimda shu holatlarni sezdim. Bu 2 yil davomida meni o'zimni aynan bu uchun ishlamaganman. O'zimni namoyon qilishni aynan o'zim erkin gapirishga diqqatimni qaratmagan bo'lsam ham, lekin ishlash davomida bu menda opit ravishda ham bu mendagi o'sha bilimlar orqali har doim ongimni kengaytirganim sari mendagi o'sha og'riqlar ketish orqalisida mendagi bu a'lochilik sindromi ham qanchadir urovenda, men 100% deb aytolmayman, chunki bu baribir insonni juda katta og'riqlari va asta-sekin har biri ketishni boshlaydi. Demakki,
man o'zimda o'sha yoshlikda judayam o'sha katta og'riqli sistemada, maktabda ayniqsa judayam qattiqqo'l sistemada katta bo'lganim uchun menga gapirish mumkin emas degan ko'p yutinish vaziyatlar bo'lganda ham o'z fikrimni aytolmasdim va bu og'riqlar sekin-asta mani tomog'im yopilishga как turtki bo'lgan, fikrlarimni umuman aytolmasdim, fikrimni umuman o'ylashga ham o'zimga ruxsat bermaslik darajasida shunaqangi o'zimni barbod qilish natijasida man o'zimdagi namoyon qilishni yopib tashlagandim. Hammasi bu opit, tajriba, hammasi hamma vaziyatlar o'zi bizga xizmat qiladi. Aynan shu kunga kelib o'zimni namoyon qilishga kelganimni o'zi ham bu mendagi o'sha og'riqlarni yashab o'tganimdan va bu og'riqlar yashab o'tganim sababli ham man hozirgi kunda mana shu psixologiyada umuman ong kengaytiruvchi, ong uyg'otuvchi bilimlarga kirib kelishimga juda ham kuchli как turtki bo'lgan deb o'ylayman. Demak, как man hozir tayyorlaganman. Agar savollaringiz bo'lsa aytasizlar, sizlarga qanaqadir to'g'ri kelayotgan bo'lsa-da. Demak, nimaga o'zimizga erkin gapirishga ruxsat bera olmaymizda? Bu birinchi bandiga savol berdim. Hozir aytib o'tganimdagi biz asosan ko'pincha o'zimizni yopib qo'yamiz. Aynan moment holatida qanaqadir vaziyat bo'ladi, lekin biz o'sha moment holatida o'z fikrimizni aytolmaymiz va u fikr javob qaytarish xohishi o'tib ketadi. O'sha moment holatida sizga o'z fikrligini aytishadi va siz o'sha paytda sizda qanaqadir og'riq, abidada, ya'ni xafagarchilik, tushunmovchilik, nimaga menga unaqa deydi degan holat qolib ketadi. O'z fikringizni qaytarib o'sha moment holatida aytmaganingizdan so'ng bu og'riq sekin-asta bizning qalb tubimizga kirib borib, sekin-asta mana shu tomog'imizda xuddiki kom deydi, ya'ni tomog'imizda mana shu 5-energo markazda bloklanish jarayoni ishga tushib ketadi-da va bu bloklanish natijasida bizdagi o'sha tomog'imizdagi 5-energo markaz xuddi insonni tanasida xuddi 7 ta chakra bor, 7 ta energiya markaz deylik, 7 ta energiya markazda ular har bitta insonni qanaqadir quvvat bilan ta'minlaydi, har bitta o'sha qismda aylanganida va bizdagi o'sha energiya markazini to'g'ri aylanmasligi natijasida, ya'ni men o'z fikrlarimni o'sha payt aytolmadim, emotsiyamni aytolmadim, og'rig'imni aytolmadim va bu bizga nimani berdi? Sekin-asta mana o'sha tomog'imdagi o'z fikrimni aytishga menga mumkin emas degan bloklarni qo'yish natijasida menda bu emotsiyalarni hisobiga o'zimni sekin-asta o'z fikrimni aytishga ham ruxsat bermaydigan darajaga kelib qoldim. Bunda men nimani ko'rishim mumkin? Aynan bu ko'pchilik har birimizda bor, chunki har bittamiz qanaqadir shablonda katta bo'ldik va qanaqadir borganda xuddi har doim biz qanaqadir qoliplarni kiyamiz, maskalarni kiyamiz, biz o'zimizni erkin namoyon qila olmaymiz. Qanaqadir og'riqqa kirib qolamiz. Agar shu fikrimizni ham aytib qolsak, masalan, javob berdik, keyin uni biz nima qilamiz? Har doim xuddi накручивать, ya'ni o'ylayveramiz va bu orqali biz o'sha xuddiki kichkina narsa bo'lgan bo'lsa, lekin sekin-asta uni biz katta qilib, katta programmaga aylantiramizda va bu orqali menga gapirish mumkinmi? Men gapirsam hozir yana ustimdan kulishadi yoki men o'zimni namoyon qilsam tanqid qilishadi-da yoki shunga o'xshagan dasturlarni biz sekin-asta o'zimizda yuklash natijasida va biz o'zimizga umuman ishonmaslikka boshlaymiz. Xuddi menda talant ham bormi yoki umuman gapira olamanmi? Bu narsalar hammasi sekin-asta yo'q bo'lib ketadi. Xuddiki elementarniy zombiga aylanishni boshlaymiz. Xuddiki qanaqadir robotda va har doim bir xil shaklda harakatlanishni boshlaymiz. Chunki biz o'zimizni nima deydi? Jonlilik deylik, jonlilik nastoящий deydi. Insonni o'zini boricha ko'rsata oladigan inson sifatida o'zimizni yopishni boshlaymiz. Aynan bilsangiz, yoshlikda bolachalarni ko'rsangiz, 4-5 yoshgacha bolalar har momentda kula oladi, moment holatda yig'ila oladi va ular tez-tez esdan chiqib ketadi. Lekin biz o'sha 4-5 yoshdan keyin bizda o'zi avtomatik bizga programmalar deylik, ya'ni ong osti bloklar tushish natijasida biz sekin-sekin jamiyatga mos ravishga tushish natijasida xohlab qolamiz, ya'ni yaqinlarimiz majburlaydi, yaxshi o'qimayapsan, yaxshi qilmayapsan, yaxshi gapirmayapsan, jim o'tir degan fikrlar sekin-asta tushish natijasida biz sekin o'sha jamiyatga mos ravishda nima deydi, qanaqadir bitta qolipga egamiz. Faqatgina to'g'ri yurishing kerak, kulib yurishing kerak va bu biz sekin
sekin o'zimizdan aslligimizdan uzoqlashib boshlaymiz va bu orqali o'zimizni moment holatida o'z fikrimizni ayta olishga ham o'zimizga ruxsat bermay qolamiz, chunki bizga hamma narsa mumkin emas edi. Hamma narsa gapirish mumkin emas edi-da va bu orqali sekin-asta biz o'zimizni umuman erkin gapirishga ham, namoyon qilishga ham ruxsat bermaydigan dasturlar, sekin-asta ishonchsizlik dasturlarni olib kelishga xizmat qiladi va bu orqali biz o'zimizni bloklashni boshlaymiz. Xuddiki faqatgina menga mumkin emas degandek. Demak, qanaqa cheklovlar, programmalar, bloklar mavjud? Bu haqida hozir qisqa aytib o'tdim. Ishonchsizlik programmasi, tanqid qilishlardan qo'rquv. Men o'ylayman, o'zimning tajribalarim bilan bari bo'lish natijasi aytmoqchiman. Aynan maktab davrida bizda har doim sahna ko'rinishi yoki qanaqadir bayramlarda bizda chiqishlar bo'lardi, to'g'ri? Aynan o'sha paytda menda ham yoshlikda juda ko'p sahnaga chiqqanman-da, lekin 7-8-sinfda aynan sinfda shunaqa jarayon bo'lib o'tgan, o'sha paytda hamma ustimdan kulgan. Mana shu holat menda bo'lib o'tgan va bu holatdan so'ng meni ustimdan kulishadi degan ong platformasi menda aktivlashib ketgan va shundan so'ng men o'zimni yopishni boshladim, ya'ni o'zimni sahnaga chiqishga men loyiq emasman degan fikrlar ham bor bo'lgan va shu orqali aytmoqchiman, hozirgi kunda sahnamiz har bitta insonda Instagram bo'lib qoldi, Telegram bo'lib qoldida, bu orqali inson o'zini namoyon qilishga o'tyapti. Bu yangi platforma deylik, oldingi faqatgina mikrofon olib gapirishgan bo'lsa, hozir biz aynan shu platforma orqali o'zimizni namoyon qilayotganimizda, o'z fikrlarimizni aytayotganimizni uchun ham hammamiz o'sha moment holatida o'zimizni qanaqadir ishimizni boshlashda har doim o'sha bizda ikkilanish jarayonlari boshlanib ketyapti, chunki biz bu holatni ko'rmaganmiz, biz bu holatni nima deydi, o'sha ong dasturlari xuddiki baribir o'sha holatda bu yerda o'zingizni namoyon qilayotganingiz, gapirayotganingiz, qanaqa insonlar nima o'ylayapti bu paytda o'sha moment holatiga siz tushib qolish natijasida siz o'zingizni sekin-asta yopishni boshlaysiz va ayniqsa ishni yangi boshlayotganda insonlar ko'pincha shu cheklovlarga kirib ketishadi, ya'ni ikkilanish, odamlar nima deyapti, nima deyishyapti ekan-da, o'zini solishtirish, undan keyin ishonmaydi o'ziga umumanda va kimdir gapirib qolsa va bo'ldi, shundan so'ng yana sekin-sekin yopilishni boshlaymiz. Bu hammasi o'tish yo'li. Har bitta inson agar shu ishni boshlayotgan bo'lsa, agar buni his qilgan bo'lsa, albatta bu yo'llardan o'tish kerak, chunki bu etap har bitta insonni yana bir marta o'sishiga yordam beradi. Lekin bugungi bizning marafonimiz shunaqa tuzildiki, bizdagi asosiy urg'u berilgan mendagi o'zimdagi og'riqlarni tark etish uchun qaratilgan bo'lib, o'zimda yashab o'tganim uchun o'sha og'riqlarni ko'pchiligimizda bor. Masalan, a'lochilik sindromida, ya'ni sindrom samozavansa. Ya'ni sindrom samozavansa bu bizda ko'p narsa o'qiysiz, ko'p sohalarga bir qiziqib chiqasiz, lekin siz o'zingizga topa olmaysizda, boshlay olmaysiz. Boshlashga o'zingizga turtki bermaydi. Chunki har doim aytasiz, men hali yaxshi o'qimadim, men yaxshi bilmayman, men yaxshi gapirmayman, men yaxshi o'zimni namoyon qila olmayman. Xuddi shunaqa chegaralash bu bizada ongimizni to'sishga, ongimiz emas, erkin namoyon qilishimizga to'sqinlik qiladigan programmalardan biri va buni biz 2-darsimizda o'tamiz ertaga yoki indinga. Bu chunki nima sababdan biz kunora qilamiz, shuni ham o'tib ketdik. Bizani darslarimiz oddiy darslar emas, bular hammasi transformatsiya qiladi. Transformatsiya degani har bitta darslarimizda energiyalar mavjud va bu energiyalar insonni tinglash jarayonida, praktikalarni bajarish jarayonida bizani ongimizga yangi dasturlar yuklanadi va u yuklangandan so'ng bizani ongimiz uni hazm qilishiga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Masalan, hozir uzr, chaqirib qolishdi-da. Demakki, hozir nima aytayotgandim? Bizada shu darslarimiz
darslarimiz bizada o'sha yangi bugungi darsimiz masalan qanaqadir bizada energiyalar mavjud degani, ya'ni bizani ongimizga yangi dasturlar yuklanadida va bu yuklanish jarayonida bizni ongimiz uni hazm qilib, payetapni fayllar xuddi ochilib, ya'ni joy-joyiga tushish uchun bizaga vaqt kerak bo'ladi. Demakki, bizda kamida bir kun bizaga vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun bu marafonimizni kun ora qilishga men rejalashtirdim, lekin ertadan baribir ikkinchi kunni yozuvli darslari bor, ya'ni planli, uni o'zingiz bajarasizda. Savollar bor, unga javob berish uchun sizga albatta ertaga ertalab uni tashlab beriladi, uni siz bajarasiz. Men holatga qarab ertaga agar iloji bo'lsa ertaga kechki payt ikkinchi darsimizni o'tamiz, bo'lmasa indinga xuddi praktika qismini men alohida uni indinga yoki ertaga kechki payt o'tib beraman. Bu o'sha tinglovchilarning holatiga qarab o'tib beriladi. Bu jarayon shuning uchun ham men kunora qilishga, har bitta inson ongi tayyorlanish uchun bu narsaga urg'u berdim demoqchimanda. Demak, keyingisi demak, boya aytib o'tganimdek, shunaqa emotsiyalarimizni chiqarmaganimizda vaqtida bizada tomog'imizda blok paydo bo'ladi va bu blok orqali bizani o'zimizga keyinchalikka umuman o'shanaqa holat takrorlanadi, lekin baribir biz o'zimizdagi o'sha ichimizdagi qolib ketgan gaplarni chiqara olmaymiz. Baribir inson shunaqa yaratilganki, har bitta inson o'zini shu etaplardan yashab o'tishi kerak. Albatta bu inson o'zini og'riqlarini, har bitta og'riq bekorga berilmaydi va u og'riqlarni yashab o'tishimiz uchun har birimizga o'sha moment holatida, nimadir holatda, aybdorlik holatida yoki gapirganingizda kimdir sizni urushayotganini ko'rsangiz, konfliktdan qo'rquv orqali o'zingizga yopishga ruxsat bermaganlaringiz hozirgi kunda har biringiz uchun bu sizni yana bir marta o'zingizni ustingizda ishlashga, o'zingizda namoyon qilish uchun nima talantlarim ekan deb qidirishingiz uchun ham qanaqadir turtki beradi. Shuning uchun har bitta vaziyat o'zi eng chiroyli, muqaddas qilib yaratilgan. Har bitta narsa bizada bekorga o'zi hayotni o'zi shunaqa, borliqni o'zida yaratuvchi, hammasi bekorga, hamma narsa o'zini paytapi bilan-da har bitta inson hayotida shu go'zallik bilan yaratilmagan. Shuning uchun ham bu hamma moment holatida bu vaziyatlar to'g'ri berilgan deb o'ylayman. Demakki, undan so'ng eng katta blok, men o'ylayman, o'zimni men shunday yopganman deb o'ylayman. Agar javob qaytarsam, meni yaxshi ko'rishmaydi degan blok his qilganman. Bu narsa anglaganimda, bu ong osti dasturlaridan biri. Javob qaytarsam, javobim o'z fikrimni aytsam, meni yaxshi ko'rishmaydi. Ayniqsa bu bolalarda mavjud, ya'ni kichkinaligida onalar, ota-onalar o'rtada urush bo'layotgan bo'lsa-da, ularda o'sha moment holatida o'zlarini aybdorlikka qilib, meni yaxshi ko'rishmaydi, mani deb bo'lyapti degan holatda o'zlari sekin-sekin yopilishni boshlaydi. Shuning uchun ham bu narsani his qilib ko'rishingiz kerak. Aynan sizda shu blok dasturi bormidi? Bu orqali siz har biringiz o'zingizdagi o'sha dasturni anglaganingizni o'zi ham, shu dasturni anglash o'zi ham qanaqadir shu vaziyatni 50% hal qiladi. Chunki shu orqali siz menga gapirsam ham, gapirmasam ham-da, o'z fikrimni aytsam, aytmasam, meni yaxshi ko'rishmaydi, yaxshi ko'rishadi degan ongga kelib olishimiz kerak. Chunki biza har bitta inson o'zi har qanaqa holatda o'zini ko'rsatadi-da va o'sha moment holatida o'sha gapirgan gap to'g'ri bo'ladi, lekin uni qabul qilish sizdan ongli munosabatni o'zingizdan kutadi-da. Ongli munosabat orqali o'zingizga javob bera olsangiz, masalan, hozirgi kunda qanaqa ongdaman demoqchimanda, mana inson ongida ko'pincha bizga bitta fikr aytiladi, o'sha paytda biz o'sha fikrni hazm qila olmaymiz yoki keyin undan keyin aybdorlikka kiramiz yoki undan keyin kimgadir aytamiz va bu kichkinagina oddiy gap bizda katta gapga aylanadi va bu bizda shunaqangi sekin-sekin mana tomog'imizga turib qoladi va bu bizda katta blokka aylantirib beradi. Lekin hozirgi kunda inson ongi uyg'onayotgandan so'ng, inson ongi yanada yuqori etapga chiqayotgani sari bunda biz ko'rishimiz mumkinki, inson o'sha moment holatida kimdir sizga gapirdi, o'sha payt gapirdi, siz javob bera olmadingiz bo'lishi mumkin yoki javob bera oldingiz.
kimgadir, agressiv gapirdingiz kimgadir, baqirib gapirdingiz kimgadir, yumshoq gapirdingizda, o'sha moment holati uchun to'g'ri-da. Va bu vaziyatda man nimani anglashim kerak degan savol bilan o'zingizga javob berganingizda ancha ongli munosabatga o'tasiz. Bu yerda aybdor yo'q, bu yerda umuman hech qanaqa noto'g'ri bo'lgan narsa yo'qda. O'sha moment holatida siz anglasangiz, demakki o'sha inson menga o'sha holatda berish kerak ekan, men o'sha gapni gapirishim kerak ekan, bu hammasi to'g'ri edi, lekin keyingi safar bu narsani qilmayman, qanaqadir bu cheklovni o'zgartirishimiz kerak. Lekin o'sha moment holatida bu hammasi to'g'ri bo'ladi. Va shu orqali siz aybdorlikka ham kirmaysiz va bu orqali o'zingizni yopmaslikni boshlaysiz. Va shu holatlarga qarash kerak, ya'ni sizga o'zingizni har qanaqa holatda tutishingiz hozirgi moment holatida to'g'ri bo'ladi. Lekin sekin-asta biz shunaqangi ongga boramiz. Har bitta inson yumshoqlikda, sevgida gapira oladigan ongga kelamiz va bu orqali har bitta inson oldingi davrda insonlar bir-biriga jahl, agressiya orqali bir-birlarini barbod qilgan bo'lsa, hozirgi bu barbod qilish ong dasturlari har bitta insondan sekin-asta chiqarilayotgan natijasida bunda biz ko'rishimiz mumkin, sekin-asta har bitta inson ancha ongli munosabatga o'tayotganini, har bitta fikrini o'ylab gapirayotgani yoki o'sha paytda o'zini qabul qilish orqali shu vaziyatni boshqalarga yetmasdan, birovlarga yetmasdan, накручивать qilmasdan o'sha moment holatida hal qila olishyapti va biz shu ongga ketyapmiz. Va bu ong boshqa insonlarni barbod qilmaydi, chunki oldin bizda har bitta inson bir-birini barbod qilar edi. Demakki, keyingisi talantlar haqida ozgina gaplashamiz va shundan so'ng sekin boshlayveramiz praktikamizni. Talantlar, har bitta inson o'zini talanti bor-da. Bu talant har bitta insonni tug'ilgan sanasi, men endi numerologiyani bilganim uchun bu fikrlarni aytib o'taman. Baribir talantlar har bitta insonda bor. Tug'ilgan chiloyingiz, oyingiz, har bittasi tug'ilgan yilingiz hammasi o'zi sizni bir mujassamlashgan kodga ega. Kod deyiladi, как DNK kod. O'sha DNK kod sizda aktivlashadi. Masalan, har bitta inson har xil sanada tug'ilgan va o'sha xarakteristikalar ularda mavjud. Undan tashqari, bir xil bo'lsa ham, masalan, ikki xil inson bir xil datada tug'ilgan bo'lsa ham, bir xil sanada tug'ilgan bo'lsa ham, lekin ular ikki xil tabiatdan bo'lishi mumkin. Lekin asosiy xarakteristikalari bir xil bo'ladi. Chunki ikkalamiz ham har xil sistemada, oilada, jamiyatda katta bo'lganimiz uchun ozgina farqimiz bo'lishi mumkin, lekin asosiy xarakteristikalar juda ham bir xil. Har bitta insonning o'zini talantlari bor, ya'ni bizning ruhimizda talantlari bor, qalbimizda talantlari borda. Ya'ni bizning o'zimizni har birimizni shunaqangi insonni har bitta shunaqangi iqtidorlari borki, aynan bu yerga keldimi, demakki yerga tug'ildimi, u o'zidan nimadir qoldirish kerak, yoki bitta kitob yozib qoldirish kerak, yoki umuman bitta qo'shiq yozib qoldirish uni talantida bo'lishi mumkin-da. Qanaqadir bu bizani qiladigan xuddi missiyamiz, предназначениеda talant hammasi bitta narsaga olib boradi. Faqatgina talant deganda siz masalan, men oldingi kichkinaligimda ovoz jihatdan menda ko'pchilik aytardi, yaqinlarimdan, men dublyajda ovoz bersang bo'lardi degan fikrlar bo'lganda, hozirgi kunda sekin-sekin men ovozim shakllanish natijasida, sekin-sekin to'g'irlanish natijasida men balkim keyinchalikka bor qanaqadir ong uyg'otadigan yoki qalbni ochadigan qanaqadir hozirgi kunda искусственный intellektdan musiqa yaratishyapti, balki musiqa yaratarmanda. Bu holat menda bor, chunki yoshlikda shu holatda men ko'rganman. Ovozim bilan bir ikkita shunaqa mashg'ulotlar bo'lganida menga shunaqa fikrlarni aytishgan. Xuddi shunaqa siz yoshlikdagi qanaqadir talantlaringiz bormi? Bu katta bo'lganingizda siz jamiyatni holatiga kirib ketib, o'sha talantlarni, iqtidorlarni yodingizdan chiqardingiz va buni siz hozirgi kunda sekin-asta namoyon qilishingiz mumkin. Har bitta insonni talanti bor va buni faqatgina talant bor deyishimiz mumkin, lekin uni biza nima deydi, ko'rsatib olishimiz ham muhimda. Masalan, talantim bor deyapman, dublyajda yoki kichkinaligimda bor, lekin hali men realizovat qilganim yo'q. Bu uchun agar qilish xohlasam, mendan asosiy narsa bu nima? Disiplina va harakat kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa sizni mani talantim qanaqa ekan deb
deb bilganingiz bilan, lekin uni harakatga aylantirmasangiz, ya'ni uni amalga oshirmasangiz, realizatsiya qilmasangiz, u oddiy talant bo'lib qoladi. Shuning uchun ham biz har bitta inson o'zini hozirgi kunda nima bilan qiziqayotganini anglash kerak, his qilish kerak va bu orqali biz shuni ko'rishimiz mumkinki, har bitta insonni o'zini individual ravishda bu dunyoga tug'ilgandan so'ng har bitta ruhni deylik, o'zini asosiy vazifasi bor. Nimadir berish kerak inson, har bitta inson ona tabiat qonunlaridan tashqarida, masalan, oila tug'ish, oila farzandlik bo'lishda, undan tashqari bizani o'zimizni, ruhimizni vazifalari bor va bu vazifalarni har bittamiz bajarishimiz kerak. Va bu vazifaga sekin-asta har birimiz boryapmizda, shuning uchun hamma o'zini qanaqadir yo'nalishini qidirish boshladi. Chunki inson faqatgina jamiyatni, sistemani, qonunlari emas, aslida bizani qalbimizni, ruhimizni bizga atagan, biza qilishimiz kerak bo'lgan, ya'ni har bittamizni bu dunyoga, yerni keyingi kelajak uchun o'stirish uchun nimadir qoldirishimiz kerak bo'lgan qanaqadir vazifalarimiz bor va uni biz o'zimizdan o'tkazib berishimiz kerak bo'ladi. Va buni anglash uchun mana bugungi marafonimizni birinchi darsini eshitib o'tiribsiz va bizni 5-kunida aynan boya aytib o'tgandek, numerologiyaning talantlari bo'yicha bu haqida har bitta insonga individual ravishda, audio ko'rinishda ularning talantlari va предназначение qismini alohida ularga aytib o'taman. Bu 5-kunida bo'lib o'tadi. Demak, savollaringlar bormi? Bor bo'lmasa, men sekin praktika qismini boshlayveraman. Как informatsiyalar sizga to'g'ri kelyaptimi yoki demak, qarang, biz yana nimani aytishim kerak edi? Albatta, bu bizada keyingi darslarimiz bor, ularda ham biz gaplashamiz, xudo xohlasa-da. Demak, hammaga 2 daqiqa tanaffusda biz praktika qismini bajaramiz. Praktikamiz menimcha 20 minut yoki shunaqa daqiqani bo'lsa kerak. Suv ichib olishingiz muhim. 2 daqiqada biz unda praktikani boshlaymiz. Demakki, biz как boshlaymiz-da. Sekin-asta boshlaymiz. Qulay o'tirib oling. Men hozir musiqa qo'yaman-da. Va shu orqali boshlayveramiz. Men hozir faqat kameramni o'chiraman, chunki bir-birimizga xalaqit qilmasligimiz uchun-da, siz qulay o'tirib oling, suv ichib olgan bo'lsangiz, undan ham yaxshi-da. Hozir musiqa xalaqit qilmayaptim. Agar iloji bo'lsa yozib yuboring, bo'lmasa boshlayveramiz. Baribir diktofonda bo'ladi. Unda более качественно tushadi. Demak, boshlaymiz. Qulay o'tirib oling. O'zingizni bo'sh qo'ygan holatda butunlay ishonchda, sevgida bu marafonimizni birinchi praktikasini birgalikda bajarish uchun o'z ruxsatimizni beramiz. Chuqur nafas olib, nafas chiqarishingiz mumkin 3 marta. Ko'zlaringiz ochiq holda ham bajarishingiz mumkin. Bu bizning praktikamizni, bu chunki
diqqatni jamlash shart emas bunda. Chunki bu ong kengaytiruvchi praktikalardan. Yuraklarimizni cheksizlikka qadar asta-sekinlikda ochamiz. Bugun o'zimizni buyuk serqirra talantlarimizni yodimizga olish uchun, o'zimizni namoyon qilish uchun har bir zanjir kalitlarni, tanamizdagi, energopoliyamizdagi har bir zanjir kalitlarni sevgi bilan eritishni boshlaymiz. To'yintiramiz. Hozir shu onda har biringiz uchun yuqoridan oltin nur tushishni boshladi. Bu nur o'zingizga ishonmayotgan talantlaringizni namoyon qilishingiz uchun o'z vazifasini bajarishni boshladi. Butunlay tanalaringiz oltin nur bilan yuvinishni boshladi. Har biringiz uchun qo'llaringizga oltin kalitlar berishni boshlashdi. Bu kalitlar sizni ongingizda, yuragingizda, qalbingizda saqlab qo'ygan, bu dunyoga nima berishingiz kerakligini o'zida saqlayotgan sandiqchani, oltin sandiqchani kalitlaridir. Har biringiz uchun atalgan muqaddas talantlaringiz, iqtidorlaringiz va sizni kutayotgan millionlab insonlar mavjud, ya'ni qismlar mavjud. Bu sandiqchani har biri siz uchun, sizni ushbu talantlaringizni, iqtidorlaringizni yodingizga olish uchun ro'paringizda ushbu sandiqchalar sizga ko'rsatiladi va qo'llaringizga berilgan 3 ta kalit orqali bu oltin sandiqchalarni ochishni boshlaysiz. Demak, sandiqchani oldiga boring. Bu birinchi oltin sandiq o'zida sir sizni har biringizda yoshligingizda unutib ko'mib tashlagan, menga mumkin emas, bu meni yo'lim emas, bu talantlar baribir menga xizmat qilmaydi, men bu talantlarim orqali pul topa olmayman deb o'zingizni yopgan, qalbingiz xotirasidan o'chirishga harakat qilgan har bir asl talantlarni o'z ichida olgan sandiqchani ko'rish boshladingiz. Bu sandiqchalarni oldiga bordingiz. Uni har biri devorlarini silashni boshladingiz. Bu oltin sandiqchani devorlari oltin, kumush naqshlari orqali undagi nurni ko'rishingiz mumkin. Ularni har bir devorlarida muhim so'zlar yozilgan. Uni eslashingiz uchun esa, yodingizga olishingiz uchun esa, uni qabul qilishingiz muhim hisoblanadi. Ruxsat bering bunga. Bu naqshli oltin so'zlar har birida sizni DNK'ingizda shunaqangi kodlar mavjud. O'sha kodlar, o'sha naqshlar bilan birlashgan holatda sizni tanangizda
butun ongingizda o'sha DNK kodlarini, ya'ni fayllarni uyg'otish boshladi. Bu talantlar har biri sizni sekin-asta o'zini yodiga olish boshladi. Ammo u hozircha xuddiki xotira fayliga o'xshab turibdi. Lekin bu vaqtincha o'chirilgan edi. Bugun siz eslashni boshladingiz. Har biringiz buni yodingizga olishni boshladingiz. Bu sandiqchani ustida sizni ismlaringiz yozilingan. Sizni muqaddas ismlaringiz. Kimni ismi bo'lsa, o'ziga qarab ketaveradi. Masalan, Nigora. Bizda shunaqa слушатель bor edi. Ramliya, Orasta, Dilafruz, Iroda. Yana ismingizni bilmadim. Kim eshitayotgan bo'lsa, aytmagan bo'lsam ham ismingizni, har bittasi sizni ongingizda siz uchun maxsus o'zingizni ismingizni ko'rishingiz mumkin va bu yerda sizga atalingan. Bu yerda aynan sizni o'ziga atalgan xat mavjud. Sizga aytilingan, masalan, Nigorada sani eng muqaddas asl talantlaring bor. Dunyo sani bu talantlaringni namoyon qilishingni kutayapti. Erkin, o'zingni sahna ortida, sahna oldida butunlay qanaqa talantlaring bor bo'lsa, har bir iqtidoringni ko'rishing uchun butun olam buni kutyapti degan so'zlarni ko'rishimiz mumkin. Va eng asosiysi shu so'zni tinglashingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. O'zingni yodingga ol. Sekin-asta har bir arxivlar ongingizda ochib berilishi boshladi. Fayllar namoyon qilish boshladi. Ana endi sekin-sekin birinchi kalit bilan oltin sandiqni ochishni boshladingiz. Bu birinchi kalit kichkinaroq, lekin sandiqcha oltin sandiqchaga to'g'ri keladi. Bu eng kichkina sandiqcha. Sandiqni ichidagi birinchi fayl ochildi. Undagi bu sandiqchada sizni tanangiz, ya'ni yer o'lchamidagi talantlaringiz namoyon bo'lishi boshladi. Bu qog'ozlarni qo'lingizga oldingiz. Qog'ozda siz o'zingizni kichkina o'zligingiz, kichkina bo'lachingiz, ya'ni o'zingiz raqsga tushayotganini ko'ring. U raqsga tushishga xohlaganini ko'ring. Aslida har bir bolacha qiz farzand bo'ladimi yoki o'g'il farzand tanasini har doim harakatda bo'lish xohlagan. Shu uchun bu tanada uni harakatlanayotgani ko'rsatilgan. Ya'ni o'sha moment holatida u o'zini namoyon qilishni boshlagan. Sho'xligini, xursandligini, quvonchini. Va bu talant sizda namoyon qilish boshladi. Hammada har xil bo'lishi mumkin. Masalan, boshqa sizga kelishi mumkin. Lekin hammasi to'g'ri hisoblanadi. Har bitta inson chunki individual ravishda unga atalgan fayllar mavjud va u oltin sandiqchada sizga ko'rsatiladi. Balkim bu yerda sizga tikayotganingizda yoki rasmlar chizayotganingiz yoki umuman nimadir yaratayotganingiz, baralla qo'shiq aytayotganingiz hammasi ko'rinayotgan bo'lishi mumkin.
Hammasini sekin-asta his qiling. Agar ko'rmasangiz ham, bu hech qisi yo'q. Sekin-asta ongingizda bu dasturlar, fayllar arxivdan chiqarilib, sizni realligingizda namoyon bo'lishi boshlaydi. Sekin-asta ikkinchi kalitni qo'limizga oldik. U ozgina kattaroq, silliqlangan, kengroq kalit. Buni qo'lingizga oldingiz va oltin sandiqni ikkinchi qavatini ochdingiz. Bu oltin qavat sizni asl qalbingiz istaklarini, asl qalbingiz talantlarini, iqtidorlarini ko'rsatib berishni boshladi. Bu qalbingizdagi eng kuchli talantlaringizdir. Bu talantlar sizdagi balkim qo'shiq aytishingizdir, balkim faqatgina o'zingizdan sevgini ko'rsatishingizdir. Hammasi sekin-asta yuqoriga ko'tarilayotganini, xuddiki to'g'ringizda ekran va ekranda sizni asl talantlaringiz namoyon bo'lishni boshladi. Oltin fayl, xuddiki oltin ekranda sizni talantlaringiz namoyon bo'lishni boshladi. Butunlay sevgi, ong o'lchamlarida har bir oltin fayllar bu talantlaringizni nima orqali o'zingizni namoyon qilishingiz kerakligi haqida ko'rsatib berishni boshladi. Hozir shu onni o'zida qalbingizga chuqur tashakkurlaringizni yuboring. U sizga bugun sizdagi anchadan beri o'zingizdan, yodingizdan chiqargan talantlaringizni yodingizga olish uchun sizga o'z xizmatini ko'rsatishni boshladi. Endi esa uchinchi oltin kalitni qo'lingizga oling. Bu oltin kalit undan ham kattaroq. Naqshlari juda ham kengroq, ko'proq, ta'rif berilmaydigan darajada kalitdir. Uni sekin-asta oltin sandiq oldiga borib oching. U bitta deganda ochildi. Bu ruhingiz kalitlaridir. Ruhingizni oltin kalitlari sizni ruhingiz asl talantlarini oltin fayllar orqali ongingizda har bir cheklar aktivlashishni boshladi. Har bir genlar aktivlashishni boshladi. Bu asl ruhingizni, asl talantlari, bu gen sizni har bir DNKni kodlarida joylashgan. Butunlay sevgi dunyolariga o'tish boshladingiz. Har biringizni ongingizda transpersonal ravishda barcha fayllar arxivdan ko'tarilishi boshladi. Oltin sandiqdan oltin qog'ozni oldingiz. Unda sizni asl ruh talantlaringiz namoyon bo'lishi boshladi. Sizga ko'rsatilishi boshladi. Bu oltin qog'oz xuddiki slitik deb aytiladi, ya'ni oldingi davrda dumaloq qilib o'ralgan oltin xat yozilingan o'sha qog'oz sizga ko'rsatilindi va uni siz ochganingizda sizni bu dunyoga beradigan asl missiyangiz, asl предназначениеңiz, asl talantingizni ko'rsatishni boshladi. Bu uyg'onish sevgi kalitlari oltin qog'ozda namoyon etilishni boshladi. Sizni har biringizda ketma-ketlikda bu talantlar, iqtidorlar
ongiz faylaridan, arxivdan ko'tarilindi, sizga namoyon bo'lishi boshladi. Aynan shu oltin qog'ozda sizni asl talantingiz, o'zingizni aynan bu dunyoga, bu yer sayyorasiga kelganingiz haqida, nima o'zingizdan o'tkazib berishingiz haqida посланияларni obrazlar orqali namoyon qilishini va u orqali siz ongiz orqali qabul qilishni boshladingiz. Har biri sizni ongizda namoyon bo'lishi boshladi. Bugun agar hech qaysi bir talantingizni, iqtidoringizni his qilolmagan bo'lsangiz ham xavotir olmang. Har biri sizni tushlaringizda namoyon bo'lishi boshlaydi. Chunki bizni ongimiz uchun ozgina vaqt kerak. Yoki umuman inson aqli kuchli bo'lganida u anglolmaydi, lekin uni tushlar orqali bizni ong ostimizda bu bizni talantlarimizni sekin-asta tushlarimiz orqali ko'rsatib berishligi boshlashadi. Ya'ni fayllar ko'tarilib sizga namoyon qilishni boshlashadi. Aynan bu praktikada tanangizda qanaqadir holatlarni his qilib olasiz. Bu haqida yozishingiz mumkin. Ko'pincha bunaqa praktikalarda bizni tanalarimizda yoki issiqlik yoki sovuq ketishdan yoki umuman uxlab qolish jarayonlari, albatta bu birinchi marta eshitayotgan insonlarda shunaqa holatlar kuzatiladi. Bugun siz har birini yodingizga olishni boshladingiz. Agar ko'ra olmagan bo'lsangiz, bu tushlaringiz orqali ko'rsatib beriladi. Demak, bu kalitlar har biri sizni asl, mukammal talantlaringizni yodingizga olish uchun va o'zingizni butun dunyo insoniyati uchun asl xizmatingizni eslashingiz uchun har biringizga berildi. Bu kalitlar har biri qalbingizga muhrlandi. Bu oltin qog'ozlarni, oltin kalitlarni asrang. Xayolan qalbingizda sekin-asta ularni joylashtiring. Avvalo birinchisini tanangiz asl talantlarini, ikkinchisi qalbingiz asl talantlarini, uchinchisi esa ruhingiz asl talantlarini. Va ushbu uchta kalit har biri asllikda eng yuqori tezlikda, kvant tezligida hayotingizda namoyon bo'lish uchun bir sinxronlikka kelishi orqali triada shaklida butun qalbingizdan joy egalladi. Bugungi praktikamizni har biri aytilingan uchta talantlarimiz, uchta qismimiz talantlari o'z vazifasini, ya'ni sizni realligingizda namoyon bo'lish uchun 15 kundan 64 kungacha namoyon qilish boshlaydi. Ya'ni ongingiz sekin-asta shu ong platformalariga dasturlanishi boshlaydi. Butunlay yuqori nur olamidagi har biringizga salomlarni aytamiz va har biringizga shu darsimizni tinglagan har bir ishtirokchiga, zapisda tinglaydigan har bir ishtirokchiga, marafonimizni sotib oladigan har bir ishtirokchiga yoki umuman zapisda eshitadigan har bir ishtirokchiga tashakkurlarimizni yuboramiz. Bugun har biringiz uchun muqaddas послание axborotnomani har bir namoyon qilish tanlagan talantlarni o'zidan sevgi orqali, asl xizmat orqali berishni istagan qalblar uchun, ruhlar uchun o'z ishini namoyon qilishni boshladi.
va o'z xizmatini bajardi. Har biringizga tashakkur. Agar uxlagan bo'lsangiz, ko'zlaringizni ochishingiz mumkin-da. Bugungi praktikamiz yakunlandi. Qanaqa his qilayotganingizni yozib qoldirsangiz, demak, praktikamiz yakunlandi. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Yo'q, deb yozdilar. Holatingiz yaxshimi? Iloji bo'lsa agar yozib yuborsanglar, bo'lmasa bizni sekin-asta ruhim yengil. Yozishdi bizga. Bizda marafon darsligida yozishdi. Ruhim yengil, благодарю deb yozishdi. Rahmat, kattakon, sizlarga ham kattakon rahmat. Bu praktikani bajarganinglar uchun. Bu praktikamiz zapisda qo'yiladi va buni biz xohlasangiz har kuni bir mahal tinglashingiz mumkin va bu sizdagi o'sha sekin-astalikda o'sha xotiralarni uyg'otib beradi. Ya'ni talantlaringizni, ruhingizni, talantlarini sekin-asta uni siz realizatsiya qilishga o'tasiz. Aynan realizatsiya qilish uchun bizda marafonimizning boshqa kunlari bor. Aynan o'sha realizatsiya ongiga tayyorlab beradigan praktikalarimiz bor. Bu praktikani birgalikda keyingi safar bajaramizda. Demakki, hammaga tashakkur darsda bo'lganingiz uchun, qatnashganingiz uchun, har biringlar uchun, zapisni eshitadiganlar uchun va efirimizni yakunlaymiz. Tanangizda og'riqlar yo'qmi? Agar bo'lsa yozib qoldiring. Keyin yana bu ishtirokchimiz bilmadim, balkim bo'lishi mumkin. Ertaga holatingiz ozgina uyqu tortishi mumkin, ko'p uxlashingiz mumkin. Bu holatlar hammasi tabiiy holat. O'zingizga maksimal ravishda dam bering, sekin-asta va bu xotira sizda uyg'onadi va talantlaringizni namoyon qilishni boshlaysiz. Hammaga rahmat. Keyingi efirlarda ko'rishguncha. Xayr.